كما الأرزاق وزعت البلايا فمن ذا لا يرى يوما مصابا. Xuddi rizqlar kabi balolar ham taqsimlangan. Rizqlar taqsimlangani kabi balolar ham taqsimlangan. Kim bor ekan musibatlangan holda ko'rilmagan, ya'ni boshiga musibat tushgan holda ko'rilmagan kim bor ekan? Hammada boshida dardi bor. فَمِنْهُمْ جَازِعٌ يَشْكُرْ رَزَايَا وَمِنْهُمْ صَابِرٌ يَرْجُو الثَّوَابَ. Odamlardan ba'zilari bor jazavaga tushadi, musibatlari shikoyat qiladi, hasad qiladi. Yana ba'zilari bor sabr qilib savob umid qiladi. Tajarruaha, o'sha aliye musibatda alamini yutadi. Walakinnal hashaya minal ahzani taltahibu iltihaba. Lekin ichlari hashuv deb odam ichini aytadi. Xafaliklardan olov bo'lib yonayotgan bo'lsa ham chidab yutadi. Laqad wassan nabiyyu zawil balaya idza kuribu istibaran wa ihtisaba. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunaqa balogardonlarga shu g'amga tushgan, qayg'uga tushganda sabr qilish va o'sha ajr umid qilishni tavsiya qilganlar. Yubayyinu ma mahathu min al-khataaya. Shu musibatlar o'chirgan xatolarni bayon qilganlar. Fada' ankal abusa wal iktiaba. Qovoq solib siqilishni qo'y o'zingdan. Va kam mustadrajin bil khayri hatta yulaqiya hina ghaflatihi al-azaba. Qancha odam bor istidroj qilingan. Istidroj degan so'zma-so'z tarjimasi qiyinroq. Istidroj degani o'sha bilintirmay tortish deganida. Qancha odam bor yaxshilik bilan o'sha o'zini balosiga tortilgan. Ya'ni Alloh taolo unga indamay turib arqonni bo'sh tashab turib keyin bir ko'tarib chopadi deganday. Hatto bu odam o'sha g'aflat vaqtida azobga yo'liqqan. Va ajrus sobirina bila hisabi. Sabrlilarning ajrining hisobi yo'qdir. Fa kayfa tazunnu ma faqa al-hisaba. Hisobdan o'tib ketgan narsani qanday o'ylaysiz? Ya'ni hozir hisobda qancha masalan? 1, 10, 100 ming, 10 ming, 100 ming, 1 million, 10 million, 100 milliard, trilliard deysizmi? Hisobdan tashqari deyilyapti. Sabr qilganlarning ajrini behisob deyiladi. Tuhayyihim malaikatun kiramun idza dakhalu alal abrari baba. Farishtalar, ulug' farishtalar yaxshi insonlar oldiga eshigidan kirganda ularga salom berib, "Salamun alaykum bima sabartum" degan oyat bor-ku. Salom berib kiradi. Sabr qilganlar uchun sizlarga salom bo'lsin deb. Yuallimuhum Rasulullohi qawlan kariman hina yalqawna musaba. Payg'ambarimiz o'sha musibatlangan balogardonlarga musibatga yo'liqqanlarida aytadigan bir ulug' gaplari o'rgatganlar, duolari o'rgatganlar. Bighayri tasakhutin va bila i'tiradin. Achchiqlanmasdan, qadarga e'tiroz bildirmasdan. Allazi yumdi kitaba. Qadar o'sha kitobat qilingan narsani ijro qilayotgan qadarga e'tiroz bildirmaydi. Va man ya'tib 'ala al-aqdar yuhram fada' anka at-tabarruma wal itaba. Kim qazoyi qadarga malomat qilsa mahrum bo'ladi. Nega Xudo meni bunaqa qilib yaratgan? Nega men bunaqaman? Nega shu boshimga shunaqa keldi, ko'p keldi deb o'tgan narsalarga qadarni ayblab shunday qilsa mahrum bo'ladi ajrdan. Tabarrum degani besabrlik, norozilikni qo'y o'zingdan. Malomatni qo'y. Anit tamanni mauti suxtan. Achchiqlanib o'limni orzu qilishdan qaytarganlar payg'ambarimiz. Hozir o'zi o'limni orzu qilish emas, o'zini o'zi o'ldirib olyapti-yu. O'ziga o'lim tilash yo'q tursin. Shat o'zini o'ldirish ko'payib ketyapti hozir. Yani payg'ambarimiz hatto o'limni orzu qilishdan qaytarganlar. Fatulul umri fursatu man anaba. Uzoq umr bo'lgan yaxshi bu. Uzoq umrning uzog'i Allohga qaytishning fursati, qaytgan odamga fursat bu. Umringiz bir kun uzoq bo'lsa ham 5 mahal namoz o'qiysiz. Haligi ikkita odam ikkita odam bo'ladi, do'st. Bittasi shahid bo'ladi. U shahiddan keyin nargisi 1 yil yashab keyin o'ladi. Qiyomatda o'sha keyin o'lgani ajri ko'p bo'ladi. Oddiy o'lgan. Shahiddan ham o'tib ketgan bo'ladimi? Nimaga deb so'rashganda, u 1 yildan beri qancha roza tutdi, qancha namoz o'qidi, qancha zikr qildi deyilgan-ku. Umr uzoq bo'lsa zo'rda. Jirahal qavmi yasuha va yad'u. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha odamlarga jarohat yetsa, ya'ni musibat, jarohat degani jangdagi jarohat yoki musibat jarohati yetganda o'shanga payg'ambarimiz o'sha yupatganlar yoki o'shanga achinganlar o'zlari, duo qilganlar ular haqqiga va yuzakkirul qawma savaba, o'sha musibatlanganlarga ajr savobni eslatganlar.
va yuhallifu robbuna khayran alayhim. Parvardigor o'sha musibatni o'rniga o'rinbosarini beradi deb duo qilganlar. Agar ular javobni yaxshi qilsa, idza ma ahsanu fihi al-javoba, musibatda javobni yaxshi qiladigan bo'lsa. Allohu alam.